Ha bo'ldi jonim. Dugonasi bormi? Bo'ldi, kechki kelinglar bo'lmasa, xo'p. Qara puling bormi o'zi? Pul nimaga? Rasxod qilish kerak-da qiz bolaga. Bo'ldi, topamiz onasini ham sen kelsa bo'ldi. Молодец. Bozorlik qilamiz uni. Davay. Xo'p. Aka, saboga 30 ta shashlik bering. Yo. Qizlarga 30 ta shashligimi? Bobur qiz bola oldiga boryapsan. 3 ta shashlik ko'tarib olmaysan-ku? 50 to'laymizmi? Qizni men topganmanmi? Bo'pti. Bering aka 30 ta. Rasmini ham ko'rmadim. 3 kilo oshga produktda qilamiz, xo'p? Sen mol chaqirganmisan, qiz chaqirganmisan? Bitta menga kerakmi qiz? Atmay qilaman bo'lmasa, Bobur. Bo'ldi, hazillashdim. Ol. Bor karta ham olib chiq. Karta nimaga? Shart bajarishdan karta o'ynaymiz. Quduqcha o'ynaylik, quduqcha. Manzara o'ynaymiz. Davay. O'rtoq, abida ham olaylik. Nimaga? Yaxshi ko'raman-da, maza qilib ichib o'tiramiz. Buni har xil ta'mi bor. Nega qizni ham shunday aytgandi? Mana qizim nima degandi? Abida olib kelsin dedi. Ovozi shunaqami uni? Undan ham chiroyli. Jononga bordim bir kecha. Yana keldi. Bobur yaxshimisan? Yaxshi. Qizlar qani? Bobur qizlar atmay qoldi. Shuncha bozorlik qilding. Shunga o'g'il bo'lib qolmasin deb bolalarni chaqirdim. Qizlar qani? Narsalar buzilib ketdi, bolalar. Buzilsa qiz top. Mana shuncha rasxodni qiz uchun qildim, bular uchun qildimmi? Qiz top. Qilsan shashlikni ber, yeymiz. Nimaga yeydi bular? Tayu. Men qizlar uchun olganman ikrom. Ikromni hazil qilmaman bular shu. Şeker kollarından şerbet içermen.